Ishxonamizda Monza mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinamizning orqa krillosidan DTP holatida bizga yetib keldi. Metallarni ko'rasizlar, polniy cho'zilib ketgan. Xudo xolisa bu mashinamizni avtovakum yordamida krillosini radni olib qolishga harakat qilamiz. Ish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Bunaqa detallarni radni olib qolish uchun 30 yillik stajga ega bo'lgan Bahodir akamning o'zlari hozir bu detalni ustida boshqa turibdilar. Tamam. O'zi mashinamiz xudo xolisa tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgan holatini bitta ko'rsataymi jigar deyish moda bo'lib ketdi-yu. Mana jigarli ishi qanaqa bo'ladi? Esingizda bo'lsa, mana shu Monza mashinasini bir hafta oldin olib qo'ygan edim. Bir hafta davomida bu mashina yotmadi. Bu mashinaning ustida mutaxassis professional bo'lib ishladi. Hamma ishini o'zini ustalari qildi. Miatina, stend, bamper bo'yash, kraskachilar. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaveringlar. Sizlarnikini ham mana shunaqa radno holatda olib qolib, ishimizni sifatli qilib ko'rsatamiz.